Birodarlar, mana bu suyitxonamiz. Bularni oylikka ijaraga beramiz. Xohlasanglar 1 oy, xohlasanglar 2 oy, 3 oy, kunligiga ham, oyligiga ham beriladi. Suyitxonamizda kirganinglarda oshxonasi bo'ladi, mana shunaqa. Pishirsizlar, qilsanglar bo'ladi, bemalol. Xolodilnigi bor. O'ng qo'ldagi xonada 3 talik kravat bo'ladi. Kattaroq oila bo'ladigan bo'lsa, kichkina matraslar ham beriladi. Bemalol o'zi 5 kishiga mo'ljallangan. Narigi xonasida hozir ko'rsataman. Katta duh spalnisi bor. Bu xonasida 3 talik kravati bor. Masalan 5 kishiga mo'ljallangan bo'lsa ham, oilada kattaroq bo'lsanglar, farzandinglar ko'proq bo'lsa, bemalol sig'ib yashasanglar bo'ladi. Bu yerga yana yerga matras ham qo'yib beramiz. Bunaqalarimiz ham bor, matraslarimiz ham bor. Faqat qalinligi 10 cmlik qalinda bo'ladi. Va bu yerda kattagina matrasi ham bor. Va o'tanaqalari, oynalari, televizor, smart televizorlar bor har bitta xonada. Internet bilan ishlaydi, Wi-Fi bilan ishlaydi. Bu yerda oylik to'lovni qilgandan keyin boshqa hech qanaqa to'lov yo'q. Kommunal to'lovlari deb boshinglarni qotirib o'tirmaysizlar, Wi-Fi to'lovlarida boshinglarni qotirib o'tirmaysizlar. Hammasi oylik to'lovning ichida bo'ladi. Jihozlangan, ko'rib turganinglardek. Eng muhim tarafi lokatsiyasi. Juda qulay masofada joylashgan. Masjid Nabaviyga 1 kilometr, shu joydan 400 metr. Piyoda 15 daqiqa. Yo'li ham tekis, to'g'ri yo'l. Aylana, chapga, o'ngga joylari yo'q hech qanaqa. Qurilish bo'lib yotgan joylari ham yo'q. Bilsanglar, bu yerga kelganlar bilishadi. Madinaga kelganlar Masjid Nabaviy bilan Qubo masjidini bog'lab turadigan bir faizli, chiroyli ko'cha bor. Golf karlarda odamlarni tashishadi. Ana xuddi o'sha ko'chaning yonida, o'sha ko'cha bilan borib kelasizlar. Haramga qatnab kelishinglar juda qulay. Piyoda 15 daqiqada yetib olasizlar. Yosh kattalar ham, yoshlar ham. Yo'llarini, videolarini ham hali qo'yib boramiz. Mana bu hammom tualeti. Bu hammom tualeti. Bizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarimizni, pastda raqamlarimizni qoldiramiz, Telegram linklarimizni qoldiramiz. Xayrli bo'lsin. Barakallohu fikum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.